Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on suv ombori hududida madaniy ekoturizm klasteri loyihasining birinchi bosqichi yakunlandi. Loyiha akvapark, zamonaviy mehmonxona, sanatoriy, amfiteatr, sport sog'lomlashtirish inshootlarini qurishni nazarda tutadi. Ijodiy jamoamiz jarayonlarni kuzatib qaytdi. Yengil shaboda, sohil bo'ylab sayohat va milliylik hamda zamonaviylik uyg'unlashgan manzil Kattaqo'rg'on suv ombori hududida. Mana shunday yangi madaniyat va turizm loyihasi ish boshladi. Bir vaqtning o'zida 2000 nafar sayyohga xizmat ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ldi. O'ziga xos ob-havosi, tabiati bilan ajralib turadigan Kattaqo'rg'on suv ombori hududda ekoturizmni rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatdan kelib chiqib bu yerda yirik loyiha madaniyat ekoturizm klasteri ish boshladi. Mazkur loyihaning umumiy qiymati 15 million AQSh dollari bo'lib, 70 nafar ishsiz fuqaroning bandligi ta'minlandi. Toshloq o't bosib yotgan, umuman hech kim bu yerga kelmaydigan joy edi. 2-3 yil ichida bu yer 10 ming odamga bemalol dam olsa bo'ladigan maskanga aylantiriladi. Yozgi va qishda ham kelib dam oladigan xonalar qilingan. Kelajakda bu loyihani ichida musiqa maktablari, teatr, kinoteatrlar qilish rejalashtirilgan. Umuman madaniyat sohasiga taalluqli bo'lgan barcha yo'nalishlarda shu klaster ichida loyihalar amalga oshiriladi. Zamonaviy dam olish joyi o'ziga xos arxitektura va dizaynga ega. Tashrif buyuradigan sayyohlar milliylik va zamonaviylik joy bo'lgan hududda nafaqat dam olishi, balki milliy taomlarimizdan tatib ko'rishi, sohil bo'ylab qayiqlarda sayohat qilishi mumkin. 3 bosqichda amalga oshirilayotgan ushbu loyihaning ilk bosqichida tabiat qo'ynidagi kafe, zamonaviy ovqatlanish shoxobchalari hamda suv sayohati uchun texnikalar tashkil etildi. 1-iyun kuni bolalar kuniga mo'ljallab bolalar akvaparkini ochib berish arafasida turibmiz. Har bitta chet davlatdan keladigan sayyohlarimizni o'zlarini atmosferasini yaratib berishlik, ya'ni o'sha o'zlarining mentalitetiga munosib ravishda qurilish ishlari olib borilgan. Xalqqa bir qanaqangi bir manfaati yetsa, shuni o'zi kifoya. Farzandlarimiz bilan kelsak ham farzandlarimiz uchun kichkina cho'milish havzalari bor, o'yingohlar bor. O'sha hamma charchoqlarimiz suvda to'lqinlariga qarasak, o'zi dam olamizda. Prezidentimizga tashakkurimni bildiraman. O'zimizning hududda shunday ajoyib joylar qurilganligidan xursandmiz. Mana dam olishga, shaharlarga chiqmasdan shu yerda xursand bo'lib turibmiz mana. Bu yer oldin xaroba bo'lib yotardi. E'tiborsiz joyda hech kim kelmasdi. Mana hozir chiroyli maskanga aylanib turibdi, dam olish joyiga. Xushmanzara joylar, albatta xursandmiz. Atrofga oqshom cho'kib, tun pardasi borliqqa yoyilgan mahal suv omborining fusunkorligi yanada ortadi. Salqin shabada, iliq taft, ko'ngillarga orom beruvchi dilkash navolar, majmuaga tashrif buyurganlarga o'zgacha kayfiyat bag'ishlashi ham bor gap. Loyihaning keyingi bosqichida hududda 5 yulduzli mehmonxona, sanatoriya, amfiteatr, sport va sog'lomlashtirish maskanlari qurilishi maqsad qilingan.